Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? To'g'risini aytsam, bunaqa video olaman deb hech ham o'ylamagan edim. Endi hayotda odam xayoliga sig'magan narsalar ham bo'lib ketar ekan. Hozir video boshlanmasdan oldin sirazi aytasizlar bilaman, yarimiga kelganda o'zing ishlasang bo'lmaydimi? Sog'-salomatsan, qo'ling bor, uying bor, uyingni sotsang bo'lmaydimi? Deysizlar, birinchidan bu uyda turaman men. Bu ota hovlim, lekin bu uy mening nomimda emas. Ishlayman to'g'ri, lekin ishlayotgan pulim faqat uyga, yeb-ichariga, ro'zg'orga, svetga, gazga, nalogga, bog'chaga ketadi. Shuning uchun to'g'risi hech qanaqa ilojim qolmadi. Qarindosh urug'larimdan ham so'radim. Meni qanaqa tushunasizlar bilmayman, lekin tushunishga harakat qilinglar, iltimos. O'zimni qarindosh urug'larimdan yo'q degan javob eshitganimdan keyin oxiri Instagramga murojaat qilishga qaror qilib mana shu videoni olyapman. To'g'risini aytsam, hozirgi paytda shu xonadonda 3 ta farzandim bor, voyaga yetmagan. Shularni o'zim katta qilyapman. 2 yil oldin xo'jayinim meni nomimga 100 million kredit olganlar. O'tgan yil iyun oyida xo'jayinim 97-modda bilan 15 yilga qamalib ketdilar. Hozir Navoiyda o'tiribdilar. Men hozir har oy erimga bandrol jo'nataman. Har 2 oyda bir marta bolalarimni olib borib ko'rsatib kelaman. Bolalarimni boqaman. Lekin hozir meni peshanamga kelgan sinov bilaman, hammasi yaxshiligiga o'tib ketadi, lekin o'zimning qurbim yetmayotgani uchun sizlarga murojaat qilib, sizlardan yordam so'rashga qaror qildim. Meni erim nomimga 2 yil oldin 100 million kredit olgandilar. Hozir o'sha kreditni to'lay olmaganimiz uchun u kredit hozir 166 million bo'lib ketibdi. Men hozir u pulni umuman to'lamayman, to'lashga sharoitim ham yo'q. Shuning uchun xalqimdan yordam so'rab chiqishga qaror qildim. Meni to'g'ri tushuninglar, iltimos sizlardan. Mana menga xat kelib yotibdi uyimga. Bu birinchi marta emas, menga ogohlantirish xatlari kelyapti. Bu yerda 158 million chiqarib berishgan, lekin Telegramdan ham tashlab berdilar. Hozir 166 million bo'lib ketibdi. Mana bu oy birinchi sanasiga hisoblaganda 166 million bo'lib ketgan. Mana menga yozilgan. Bu yerda 158 million ko'rsatilgan mana. Bu yerda 100 million olingan kredit. Peniyalari bilan 158 million bo'lib ketganda. Hozir 158 million to'lamayman-da, iltimos sizlardan. Meni videolarimni ko'rgan insonlar, ko'rgan blogerlar yordam beringlar. Yolg'iz boshimga, yolg'iz ona bo'lib 3 ta bolamni katta qilyapman. Menga bankdan telefon qilishyapti. 168-modda qo'llaymiz, hammamiz deyishyapti. Men qo'rqyapman to'g'risi bunaqa narsalardan. Qo'lingizdan kelgancha 10 mingdan, 20 mingdan bo'lsa ham yordam beringlar, iltimos sizlardan. Rahmat hammanglarga.